Assalomu alaykum aziz zamondoshim. Uzoq yaqindan tinglayotgan tinglovchilarim, sog'-omonmisiz? Umid bilan olgancha nafas, baxtlilarga qilgancha havas, harakatdan to'xtamasak bas, yaxshi kunlar bir kun keladi. Yengilmaymiz jafolar bilan, biz birgamiz vafolar bilan, inshaalloh safolar bilan, yaxshi kunlar bir kun keladi. Mening aziz hurmatli tinglovchim, endi esa asarning yakuniy qismini tinglaymiz. Baxtning olis osmoni. Muallif Gulchehra Razzoqova. Rustam ko'nglidagi shum maqsadini amalga oshirishga kirishdi. Shefidan hech narsani yashirmasligi, shuningdek, uning yordamiga muhtoj bo'lganligi uchun Farhodning yoniga keldi. Xotini bilan qahva ichib o'tirgan Farhod Rustamning kutilmagan bu tashrifidan taajjubini yashirmadi. Hamma gapdan xabardor bo'lgach, "Namuncha o'sha qizga yopishib qolding? Shundan boshqasi qurib qolganmi?" deb to'ng'illadi. "Sendek to'parmon yigitlarga manaman degan qizlar tegadi, ukaginam", deb gapga aralashdi Gulnoza. "Opajon, men faqat Ra'noni sevaman, boshqasi kerakmas", dedi qarori qat'iyligini bildirib Rustam. "Xo'p, unda nimasiga noz qiladi o'shaning?" "Nimasiga bo'lardi, Akmalga-da, shuncha harakatlarim zoye ketdi", hafsalasi pir bo'lib chuqur uf tortdi Rustam. Uning so'zini eshitib Farhod Gulnozaga ma'noli qarash qildi. "Eshitdingmi? Advokat yollaganmish." Rustam uning gapidan tutaqib ketib, ishonqiramay, "Nima? Qanaqa advokat? Kim?" dedi hayratlanib. "Kim bo'lardi? O'sha qiyomatli oshnangni qarindoshlari-da", dedi Farhod unga zarda bilan. "Akmal u yoqdan chiquvdek bo'lsa", xavotirga tusha boshladi Rustam. "Uf, gaplaring muncha sovuq-a. Men tirik ekanman, u yaqin orada chiqmaydi", to'ng'illadi Farhodning g'azabi qaynab. Tarvuzi qo'ltig'idan tushgan odamdek shalvirab tushgan Rustamga Gulnoza dalda berdi. "Otni tezroq qamchila, ukajon." "Gapingiz to'g'ri, Farhod aka, endi bu yog'iga o'zingiz yordam bermasangiz bo'lmaydi shekilli", Rustam ojiz qolgan kishiday yolvorishga tushdi. "Mendan nima istaysan?" bepisandlik bilan so'radi Farhod. "Nima qilsangiz qiling, faqat Ra'no meniki bo'lsa bo'lgani." Farhod biroz o'ylanib qoldi-da, Rustamga qo'l uzatdi. "Xo'p, yaxshi. Eshaging loydan o'tgandan keyin unutmasang bo'lgani", dedi u tirjayib. Ikkalasi kelishdik degandek qo'l tashlashdi. Ra'nolarning hovlisi har doimgidek saranjom sarishta. Zamonaviy uyda did bilan qo'yilgan o'rindiqda Saodat opa ma'yus o'tiribdi. U qizining hovliga kirib kelganini ko'rib, o'zini tutolmay yig'lab yubordi. Onasining qayg'uli holatidan Ra'noning o'takasi yorilguday bo'lib, yugurib borib uni quchoqlab so'roqqa tutdi. "Oyijon, sizga nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?" "Falokat, bolam, falokat." "Nima gap, gapirsangizchi?" "Dadangni qamab qo'yishdi." O'zini tutolmay uvvos solib yig'lay boshladi Saodat opa. "Nega? Nima uchun?" "Pora bilan qo'lga tushganmish." "Nimalar deyapsiz, oyijon?" Ra'no hayratdan ko'zlari pirpirab nima qilishini bilmay qoldi. "Dadam pora olibdi? Bo'lmagan gap, bo'lishi mumkin emas." "Dushmanlarining ishida bu. Kabinetidagi stol turtmasiga kimdir pul qo'yib ketibdi. Yordam so'rab bormagan tanishimiz qolmadi." "Axir bu tuhmat-ku. Endi nima qilamiz, oyijon?" dedi Ra'noning ko'zlari yoshlanib. "Bilmadim, qizim. Bunaqada dadangni 5-6 yilga kesib yuborishadi. Bu zamonda yo katta puling yoki orqangda baland tog'ing bo'lsin ekan, bolam." Ra'no o'zini tutib turolmay yig'lay boshladi. So'ng bir narsa esiga tushganday yugurib borib telefon go'shakka yopishdi. Qayergadir telefon qildi. Kimlargadir otasining qamalganini tushuntirdi. Keyin bir narsa esiga tushgandek yugurib chiqib ketdi. Yo'lda ketar ekan uning qo'l telefoni jiringladi. "Alo, eshitaman. Rustam aka, sizmisiz? Uchrashaylik deysizmi? Nega? Mening vaqtim yo'q, dadam qamalib qoldilar. Balki yordamim tegar deysizmi? Mayli, birpasga xiyobonda to'xtab o'taman." Xiyobonda kutib turgan Rustam uni irshayib kutib oldi. Ra'noning esa ko'zlari yig'idan qizarib ketgan. U ahvolni tushuntirgach, Rustamga iltijoli boqdi. "Rustam aka, balki otangiz bizga yordam berar, biror tanishlari bordir." "Yo'q, otamni yaxshi bilaman. Militsiya ishlariga aralashmaydi", beparvo javob qaytardi Rustam. "Hamma shunday deydi", yana ko'zi yoshlandi Ra'noning.
Yig'lamang, qo'ying, Ra'noni yupatmoqchi bo'ldi Rustam. Bechora dadamga achinyapman, mazalari yo'q edi. Qamalib ketsalar, bilmadim hollari nima kechadi. Dadangizga juda yordam bermoqchimisiz? Buni hal qilish mumkin, faqat ko'kidan bo'lsa bo'lgani. Qancha kerak bo'ladi? Ra'noning ko'zlarida umid ko'rindi. 10 ming. Hozir hech kim arzimagan pulga o'rtaga tushmaydi. Rustam aka, buncha pul bizda yo'q-ku. Boshqa biror yo'li yo'qmi? Ra'no javdirab Rustamga qaradi. Borlikka-ku bora, yo katta pul kerak yoki... U so'zini oxirigacha aytolmadi. Rustam aka, aytavering. Xafa bo'lasiz-da. Hozir xafa bo'ladigan sharoitda emasman. Shunaqami? Unday bo'lsa eshiting. Butun sarf xarajatlarni bo'ynimga olib, otangizni qamoqdan chiqarsam, siz menga turmushga chiqasizmi? Nima, sizga? Taklifim yoqmadimi? O'zingiz aytdingiz-ku xafa bo'lmayman deb. Meni kim deb o'ylayapsiz? Axir do'stingiz Akmalni sevishimni bilasiz-ku. Ra'no hayajonini bosolmadi. Axir men ham sizni sevsam nima qilay? Tushuning, men ham sizsiz yashay olmayman. Buni o'zingiz ham sezib yuribsiz. Yo'q, Rustam aka, siz esingizni yeb qo'yibsiz. Otangizchi, otangizning qamalib ketishini istaysizmi? Bas qiling, eshitishni istamayman. Nega tushunmaysiz? Akmal bilan hech qachon baxtli bo'la olmaysiz. Axir uning peshonasiga qamalgan degan tavqi la'nat yopishdi-ku. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Sizda hamma narsa bo'lishi mumkin. Pul, boylik, lekin sevgini hech qanday pulga sotib olib bo'lmasligini bilasizmi? Dedi Ra'no g'azab bilan. Qo'ying bunaqa balandparvoz gaplarni. O'ylab ko'ring. Quruq sevgi, muhabbat bilan qorin to'yarmidi? Yaxshisi, rozi bo'lavering, dedi Rustam bezrayib. Yo'q, hech qachon. Sevmayman sizni, tushunyapsizmi? Sevgi ko'zingizni ko'r qilib qo'yibdi. Qanaqa zamonda yashayotganingizni bilasizmi o'zi? Akmalingiz bo'lsa, yaqin orada u yoqdan chiqmaydi. Nomard, do'stingning qamalganidan foydalanib, u sevgan qizini yo'ldan urmoqchi bo'libsan-da, vijdonsiz. Ra'no unga gapirish foydasiz ekanligini anglab, yo'l yoqalab yig'lab yugurib ketdi. Rustam uning ortidan qarab qolar ekan. Sevmas emish-a. Hozir hamma narsani sotib olish mumkin. Hech qisi yo'q. Hali o'zing yalinib oldimga kelarsan, ming'irladi o'ziga o'zi. Xiyobon bo'ylab ketayotgan Ra'noning nursiz, mungli chehrasi bu safar go'zal tabiat qarshisida ojiz qolgandi. Rustam bilan bo'lib o'tgan suhbati uning butun borlig'ini borgan sari cho'g'day kuydirardi. Shu alfozda ko'k rangdan pushtiga, so'ngra yana ko'kka bo'yalgan uylar allaqanday noaniq tus oldi. U qosh qoraygandagina uyiga qaytdi. Yuzi so'lg'igan Saodat opa qizini ko'rishi bilan unga peshvoz chiqdi. Nima gap, qizim? Senga nima bo'ldi? Mazang yo'qmi? Yaxshiman, oyijon. Qizini bu holatda ko'rib, uning ko'ngliga hech narsa sig'masligini tushungan Saodat opa og'zini ham ochmadi. Ra'no to'g'ri yotog'iga kirib ketdi. Kameraning zax havosi dimoqni bo'g'adi. Akmal karavotda yotar ekan, xayolidan baxtli onlari o'tardi. Anhor bo'yi, hamma yoq oppoq qor. Ra'no bilan Akmal bir-birlarini quvlab o'ynashyapti. Akmal Ra'noni qo'lga tushirdi. Ra'no esa qo'lidagi qorni Akmalning yuzlariga ishqaladi. Ko'zlar bir-birlariga to'qnashdi. Uning bu shirin xayolini soqchining ovozi bo'ldi. Sizni ko'rgani kelishdi. Uchrashuvga chiqing. U chiqib Shohrux bilan Aziza kelganini ko'rdi. Quvonchi ichiga sig'may ularning quchog'iga o'zini otdi. Maxsus suhbat xonasi ularning diydor ko'rashuvidan yorishib ketgandek bo'ldi. O'zingizni oldirib qo'yibsiz, dedi Aziza Akmalga boshdan oyoq ko'z tashlab. Akmal aka. U yana nimadir demoqchi bo'lib og'iz juftlagan edi. Gapini Akmal bo'ldi. Gapirma, hammasini bilaman. Siz qayerdan eshitdingiz? Ra'no keluvdi. Uyga sizlarni izlab borgan ekan. Ha, aytganday, Rustam yaxshi yuribdimi? U gapni boshqa tomonga burdi. Qo'ying o'shani, dedi Azizaning rang-ro'yi o'zgarib. Nega unday deysan? Aloqamiz uzilgan, u haqida gapirishni istamayman, dedi Aziza Akmaldan ko'zini olib qochib. Nima uchun, tinchlikmi? Aziza uning savollariga javob bergisi kelmay yerga qaradi. Shohrux o'rtadagi noqulay vaziyatni bo'lib, maqsadga ko'chdi. Akmal, sening ishing yaqinda qayta sudda ko'riladigan bo'ldi. Yo'q, do'stim, unday qilmanglar. Aziza endi jon holatda unga tushuntirishga harakat qila boshladi.
Akajon, qachongacha bu azoblarda qiynalasiz axir? Bu gaplarni qo'y singlim, sizlar tinch bo'lsalaring, menga shuning o'zi yetarli. U shunday deb hamma gapga nuqta qo'ymoqchi bo'ldi. Akmal, sen xavotir olma, bu yog'ini bizlarga qo'yib ber. Shohrux do'stiga o'z rejasini tushuntira boshladi. Bu uchrashuvdan keyin Akmalning ko'nglida so'ngan umid uchqunlari paydo bo'ldi. Shohrux bilan Aziza shaharga qaytib kelishgach, to'g'ri advokaturaga yo'l olishdi. Advokatura eshigida Davlat aka bilan Ra'noga duch kelishdi. Davlat aka yo'l-yo'lakay Ra'noni yupatib kelardi. Ra'no, oyingga ham ayt, ko'p xavotir olavermasin, hammasi yaxshi bo'ladi. Davlat akaning ko'zi Shohrux bilan Azizaga tushdi. Ha, Shohruxbek, seni kutib o'tirgandim o'zi, dedi chehrasi ochilib. Yaxshi borib keldingmi? Davlat aka Aziza bilan ham hol so'rashib, ko'nglini ko'targan bo'ldi. So'ng qizlar bilan xayrlashib, Shohruxni ergashtirgancha qayergadir ketdi. Ularning ortidan birdam qarab qolgan Aziza bilan Ra'no xiyobon bo'ylab yurisharkan, bir-birlariga yig'ilib qolgan hasratlarini aytishardi. Bu kulfatlar qayerdan kelyapti o'zi bilmay qoldim, dedi Ra'no chuqur tin olarkan. Nimasini aytasiz, boshimizda shu ko'rgiliklar ham bor ekan, dedi Aziza. Har kuni bir tashvish, malomat, bardoshim qolmadi. Ko'p siqilmang, yaxshi niyat qilaylik, yorug' kunlar ham kelib qolar. Qachon o'sha kunlar keladi? Qachon, Azizaxon? Ular o'zlari bilan o'zlari bo'lishib, ortlaridan mashinada 3 kishi kuzatib kelayotganligini sezishmadi. Mashinadagilardan birining qo'lida Ra'noning surati. Yolg'iz qolishini kutib charchadik-ku, dedi ulardan biri. Unda ikkalasining ham ishini to'g'rilab qo'ya qolaylik, taklif qildi ikkinchisi. Ajoyib taklif. Qaranglar, ikkalasi ham ketvorgan ofatijon ekan, dedi taklifdan xursand bo'lib uchinchisi. Xo'jayinga baribir emasmi? Birining yoniga ikkinchisini qo'shib, topshiriqni dvaynoy qilib bajarsak nimasi yomon, dedi Ra'noning rasmiga qarab kelayotgani. Toqatni toq qilishdi-ku. Ko'p javrama, hozir ayni vaqti. Lekin shu mahal yo'lning qarama-qarshi tarafidan mashinada Tohir bilan Anvar kelishayotgan edi. Nima deb o'ylaysan, Anvar? Shohruxning harakatidan biror ish chiqarmikin? Qaydam, yaxshi bo'ladi deyishdi-ku. Davlat akadek advokat aralashgandan keyin bir ish chiqar, balki amnistiya bilan chiqarib yuborishar. To'g'ri, hozir borsak Shohruxdan yana anchagina gaplarni bilib olamiz, dedi Tohir. Shu payt yo'l chetida ketayotgan Ra'no bilan Azizani ko'rib qoldi. Tohir, mashinani to'xtat. Nega? Nima bo'ldi? Ra'no bilan Aziza-ku, hozir gaplashamiz. Bu paytda noma'lum kimsalarning mashinasi xilvatroq joyiga chiqqan qizlarning yonginasida to'xtadi. Eshiklar to'satdan ochilib, uchovlon mashinadan tushdi-da, qizlarga tashlanishdi. Baxtga qarshi atrof suv quygandek jimjit, hech kim yo'q, ur-to'polon boshlandi. Qizlar ularga qarshilik ko'rsatib, jon holatda qocha boshlashdi. Tohir bilan Anvar ham yetib kelishib, barzangilarga tashlanishdi. O'rtada mushtlashuv boshlandi. 3 ta zo'ravonning birin-ketin dodini bera boshlagan Anvar bilan Tohirdan ular qochib qutulishni ma'qul ko'rishdi. Oradan bir oy o'tgach, advokatlarning talabi bilan sud Akmalning ishini qaytadan ko'rdi. Lekin sud binosidan Farhod bilan Gulnozagina xursand bo'lib chiqishdi. Ularning ketidan Ra'no, Tohir, Shohrux, Anvar, Ikrom aka, Kamol aka, Davlat akalar bilan birga Farida opa hamda Aziza chiqib kelishdi. Ularning yuziga qaragan kishi hafsalalari pir bo'lganligini anglashi mumkin edi. Bunaqa bo'ladi deb sira kutmagandim, dedi alamzada ohangda Davlat aka. Nimasini aytasiz? Akmal oqlanib chiqadi, ertagayoq mashg'ulotlarni boshlayman deb o'ylagandim. Yaxshi ish bo'lmadi. Bir oydan keyin jahon chempionati, terma jamoaning bor umidi Akmaldan edi, dedi hafsalasi pir bo'lgan Ikrom aka. Aziza Davlat akani chetga tortib, nimalarnidir unga tushuntira boshladi. Davlat akaning hayron bo'layotganligi shundaygina ko'rinib turardi. Bir ozdan so'ng Davlat aka bilan Ra'no mashinada jo'nab ketishdi. Farhod bilan xotini uyiga xursand holatda kirib kelishdi. Katta basseyn bo'yidagi o'rindiqda intiqlik bilan kutib o'tirgan Rustam ularga peshvoz chiqdi. Nima bo'ldi? Hammasi joyidami? Joyida. Ra'no o'zingga qoladigan bo'ldi, ukaginam. Xuddi sudda Akmalning taqdirini o'zi hal qilib, hukmni ham o'zi o'qiganday mag'rur javob qildi Gulnoza. Endi bu yog'ini o'zing eplarsan, kesatdi Farhod.
Rustam otasidan xo'rozqand olgan boladay mamnun iljayib bosh irg'adi. Davlat aka bilan Ra'noni qarshi olgan Nodira opa so'radi. Namuncha hayallab ketdinglar? Tinchlikmi, dadasi? Qo'lidagi papkasini javonga qo'yib, o'zini divanga tashlagan Davlat aka yoniga o'tirgan xotiniga yorildi. Akmalning ishi qayta ko'rildi, ammo harakatlarimiz zoye ketdi. Nega endi? Hammasi yaxshi bo'ladi degandingiz-ku? Ha, shunday bo'lishiga ishongandim, ammo sud o'z qarorini o'zgartirmadi. Bu ham mayli, suddan keyin Akmalning jiyani Aziza bir gap aytdi. Hozirgacha o'zimga kela olmayapman. Qanaqa gap ekan? Hayron bo'lib so'radi Nodira opa. Akmal o'sha kuni umuman mashina haydamagan ekan, tushunyapsanmi? Dedi u yuragini bo'shatib yengil tortarkan. Rulda uning jiyani Aziza bo'lgan ekan. Oshxonadan chiqib kelayotgan Ra'no Davlat akaning so'zlarini eshitib devorga behol suyandi. U quloqlarga ishonmasdi. Voy tavba! Nodira opa yoqasini ushladi. Akmalning mehribonligiga, mardligiga qara, so'zida davom etdi Davlat aka. Singlim qamoq azoblariga chiday olmaydi, keyingi taqdiri nima bo'ladi deb hamma aybni o'z bo'yniga olgan ekan. Ha, bunaqa yigitlar milliondan bitta bo'ladi, dedi Nodira opa erining gapini tasdiqlab. Ra'no bu gaplarni eshitgach, behol bo'lib ichkariga kirdi. O'zini karavotga tashlar ekan, bo'g'ziga bir narsa qadalib, yig'lab yubordi. Xayolida Akmalning qamoqxonadagi "Endi keting, men sizni sevmayman" degan so'zlari jarangladi. Uning ko'zlaridan shashqator yoshlar to'kilar, lablari esa 100 yil bo'lsa ham kutaman deb shivirlardi. Yillar xuddi daraxtdan uzilib tushayotgan barglarga o'xshaydi. Birin-ketin to'kilaveradi. Mana 3 yil ham hash-bash deguncha o'tib ketdi. Amnistiyaga binoan Akmalning o'talmagan 3 yil muddati qisqartirildi. Bugun u ozodlikka chiqdi. Qamoqxona darvozasi oldiga uning yor birodarlari, do'stlari to'planishgan. Sport sumkasini yelkasiga osgan holda Akmal chiqib keldi. Uni hamma birin-ketin quchoqlab tabrikladi. Ayniqsa Ikrom aka bilan Davlat akalarning quvonchi cheksiz. Ra'no esa bir chetda ko'zlaridan quvonch yoshlari oqib, jimgina unga qarab turibdi. Akmal uning oldiga bordi. O'zini tuta olmay Ra'noni bag'riga bosdi. Rahmat, Ra'no, irodangga, sabringga, meni kutganligingga, hammasi uchun rahmat. Faqatgina bir kimsagina ulardan nariroqda jimgina kuzatib turardi. Bu kimsa o'zini tanib qolmasliklari uchun tezda mashinasini o't oldirib jo'nab ketdi. Akmal avvalo Karim akaning qabrini ziyorat qilish uchun mashinani qabristonga haydashni so'radi. Unga Aziza bilan Farida opa sherik bo'lishdi. Marmar tosh bilan o'ralgan qabr ozoda sarishta ekanligi ko'zga tashlanib turardi. Unga yaqinlashar ekan, Akmalning tovushi bo'g'ilib, ko'zlariga yosh keldi. Amaki, men keldim. Men sizning oldingizda umrbod qarzdorman. So'z beraman, men tirik ekanman, kelinoyimni ham, Azizani ham hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Farhodning uy soqchisi darvozani ochdi. Hovliga asabiylashgancha Farhod uning ortidan Gulnoza kirib kelar ekan, ularga odatdagiday peshvoz chiqqan Rustamga zahrini sochdi. Ablah oshning qamoqdan chiqdi. Endi o'zidan ko'rsin. Ajali yetgan sichqon mushuk bilan o'ynashadi. Ha, do'sting omadli ekan. Endi Ra'nosiz qolasan chog'i, dedi Gulnoza uni chaqib olgudek bo'lib. Yo'q, osongina mendan qutulib bo'pti, u yaramas, dedi Rustam zahrini socholmay qolgan ariday g'ong'illab. Kim biladi, balki taqdirga tan berib yana do'stlashib qolarsan. Gulnoza unga kinoya qilib xonasiga kirib ketdi. Nimalar deyapsiz, opa? Akmal menga doimo raqib bo'lib kelgan. Qo'y bu gaplarni, maqsadga o'taylik. Qarzing esingdami? Qanaqa qarz? Ra'noning diydoriga yetolmay hamma narsani unutdingmi, galvars? Uzr, esimga tushdi. Rustamning beixtiyor lablari pirpiradi. Mana endi o'sha qarzingni uzadigan vaqt keldi, dedi Farhod hamon hovuridan tushmay. Nima qilishim kerak? Qo'rquv aralash duduqlandi Rustam. Oshnangni bir yoqli qilishga to'g'ri keladi, dedi Rustamning ko'zlaridagi qo'rquvdan Farhod lazzatlanib. Mabodo uni butunlay yo'qotishning iloji bo'lmasa, shunday qilamizki, toki u bir umr to'shakka mixlanib qolsin, umri azobda o'tsin. Eshityapsanmi? Endi bor. U Rustamning lom-mom demay esankirab qolganligini ko'rib o'shqirdi. Rustam darvoza tomon itoatkorona yurdi. Orqasidan Farhodning "Yo'qol" deb qichqirgani eshitildi.
Oqshom bo'lsa-da Akmal, Aziza va Farida opaning qizg'in suhbati hech to'xtay demasdi. Bir tarafdan uzoq yillik diydor, ikkinchi tarafdan o'tgan yillar davomida yig'ilib qolgan gaplar ularning suhbatining cho'zilishiga sabab bo'ldi. Aziza Rustamning qilmishlarini aytib berdi. Rustam-a, nahotki, g'azablandi Akmal. Aka, bular hali holva, ishongan do'stingizning asl basharasini Ra'no opamdan so'rang. O'shanda bilasiz. Boshlariga ming malomat yog'dirdi bechoraning. Aziza tilidagini yashirmay ro'y-rost to'kib soldi. Nimalar deyapsan? Hayratlandi Akmal. Ra'no opamni o'z holiga qo'ymay, o'ziga turmushga chiqishga undadi. U ko'nmagach, otasiga ham tuhmat uyushtirib qamatmoqchi bo'ldi. Biroq haqiqat bor ekan, oqlanib chiqdi. Yaramas. Akmal o'rnidan turib ketdi. Gangitib qo'ygan bu gaplarni o'ziga singdira olmay, uyning u yog'idan bu yog'iga yura boshladi. Akmaljon, o'zingizni bosing. Undaylarga ham Xudoning jazosi bordir, deya Akmalni yupatmoqchi bo'ldi Farida opa. Lekin bo'lmadi. Akmal borgan sari toqatsizlanib g'azab otiga minardi. Kelinoyi, alam qilar ekan. Bir ko'chada o'ynab, birga katta bo'lib, maktabda 10 yil bir partada o'tirib, qalbingni bir umrlik do'stlikka ochsang-u, o'sha ishongan odaming ko'zingga panja ursa, dedi Akmal butun vujudini tilka pora qilgan voqealardan fig'oni oshib. Yo'q, men u ablahni hoziroq ko'rishim kerak. Ha, hoziroq. Shu payt telefon jiringladi. Akmal borib go'shakni ko'tardi. Shohrux, senmisan? Rahmat, nega kelmading? Akmal hamon o'zini tutib bosolmasdi. Bilasan-ku, ishimizni chiqib ketishning iloji bo'lmadi. Qo'ysang-chi bu gaplarni. Axir do'sting har kuni qamalib, har kuni qamoqdan chiqmayapti-ku, zarda qildi Akmal. Tohir bilan Anvardan ham shu paytgacha darak yo'q. Senga nima bo'ldi o'zi? Ovozing ham boshqacha. Nima bo'lardi? Rustamning g'alamisliklarini eshitib qonim qaynayapti. Men uni hoziroq ko'rmoqchiman. Eshityapsanmi, Shohrux? Barcha gaplarni o'zidan eshitmoqchiman, dedi o'zini tutolmay Akmal. O'zingni bos, hozir yetib boraman. O'sha yerda gaplashamiz. Tezroq kel, kutaman. Akmal asabiylashib go'shakni qo'ydi. O'zini qo'yarga joy topolmay, Shohruxni ko'chada kutib olish bahonasida uydan chiqdi. Yo'l chetidagi yo'lakka o'tmoqchi bo'lganida, uzoqda to'xtab turgan mashina to'satdan gaz bosib katta tezlikda u tomon yurib kela boshladi. Akmal nima qilishini bilmay o'zini chetga oldi. Mashina bir oz nariga o'tib, qattiq tormoz berib to'xtadi. Undan 4 yigit tushib, Akmalga tashlanishdi. To's-to'polon boshlanib ketdi. Akmal birin-ketin ularni cho'ziltira boshladi. Oxirgisini ham urib yiqitdi. Kimsan? Qani ayt, senlarni kim yubordi o'zi? Joningdan umiding bo'lsa gapir, maraz, dedi butun vujudi bilan uni bosib mushtilarkan Akmal. Yigit Akmalning zarbiga chidolmay, aytsam kunim bitadi, dedi xirillab. Aytmasang kuningni men bitiraman. Akmal yigitni bo'g'a boshladi. Bo'ldi, aytaman, yanada og'ir xirilladi yigit. Farhod, Rustam deganlarni taniysanmi? O'shalar buyurishdi. Ularning nomlarini eshitgan Akmal bir seskanib hayratdan qotib qoldi. So'ng o'zini qo'lga olib baqirdi. Hozir qayerda o'sha ablahlar? Qayerda bo'lardi? Farhodnikida bizni kutib o'tirishibdi, dedi yigit qarshilik ko'rsatishga ham holi qolmay. Akmal jahl bilan uni bir musht urib, o'rnidan turdi. Shu payt mashinada Shohrux yetib keldi. U qorong'i bo'lsa-da Akmalni darrov tanidi. Akmal, senmisan? Ha, menman, javob berdi labining yonidan sizib chiqayotgan qonlarini artarkan Akmal. Bu nima to'polon? So'radi Shohrux xavotirlanib. Mana bularni menda hisob-kitobli ishlari bor ekan, bittasi esa qochib qoldi. Ularni menga Farhod bilan Rustam yuboribdi, dedi Akmal yerda yotganlarga ishora qilib. Mashinada yetib kelgan Tohir bilan Anvar voqeani eshitib hayron qolishdi. Mashinangning kalitini ber, tezroq, hozir vaqt yo'q, to'satdan qoni qaynab qichqirdi Akmal. Shohrux kalitni beixtiyor unga uzatdi. Akmal shasht bilan mashina tomon yurdi. Mana bularga ko'z quloq bo'linglar, qochib ketishmasin. Hozir tezkor guruhga xabar beraman, dedi Shohrux qo'l telefoni orqali militsiyaga telefon qilib, tezkor guruhning qayerga yetib kelishini tushuntirdi. Farhodning uyida Rustam o'z shefi bilan kayf-safo qilib o'tirardi. Dilbar bilan Shavkat ham shu yerda edi. Yaxshi ishlading. Xorazm, Samarqandda ishonchimizni oqlading. Keyingi oydan soqqangni 2 hissa oshiraman, dedi Dilbarga zo'rma-zo'raki tirjayib Farhod. Rahmat, xo'jayin, dedi Dilbar xursandchiligini ichiga sig'dira olmay.
Bundan keyingi mollarni mana bunga topshiringlar. Tushunarlimi? 3-4 yildan buyon uning kimligini yaxshi bilasiz. Shavkat bilan Dilbar xo'p degandek bosh irg'ab, Rustamga ma'noli qarashdi. Ularning bu suhbati tashqaridagi shovqindan bo'lindi. Nima gapligini bilish uchun uy eshigini ochgan Rustam Akmalga duch keldi-yu, uning mushtidan yerga quladi. Uzoqdan tezkor guruh sirenasi eshitildi. Rustam qo'rqib ichkariga qochdi. Akmalning ortidan Shohrux ham yetib keldi. Gulnoza bilan Dilbar qiy-chuvlashib qo'shni xonaga o'zlarini urishdi. Orada qattiq mushtlashuv boshlandi. Farhod bilan Shohrux, Akmal bilan Rustam olishardi. Farhod payt poylab stol to'rtmasiga yopishdi. Uning qo'lida to'pponcha paydo bo'ldi. Shohrux bir sakrab tepib uning qo'lidagi to'pponchani uchirib yubordi. To'pponcha kaltakdan yiqilib yotgan Rustamning oldiga borib tushdi. U vajohat bilan qurolni egalladi. O'rnidan turib Akmalga yo'qtaldi. Ha, sen bilan hisoblashadigan payt keldi. Bir umr shu daqiqalarni kutib yashadim. Ra'no meniki bo'lishi kerak edi, ammo u seni tanladi, dedi Rustam tajovuzkor ko'zlari qinidan chiqib, g'azab alangasida yonarkan. Manjalaqa singlingning ham nomusini poymol qilmoqchi edim, bo'lmadi. Bilib qo'y, baribir Ra'no seniki bo'lmaydi, eshityapsanmi? Ha, u meniki bo'ladi. Seni esa ovozingni o'chir, iflos, deya g'azab bilan baqirgan Akmal unga tashlanmoqchi bo'ldi. Rustam unga qarab o'q uzishga ulgurdi. Biroq Farhodni saranjomlab, Akmalga yordamga yetib kelgan Shohrux o'q yo'liga ko'kragini g'ov qilib yerga quladi. Akmal jon jahdi bilan Rustamga tashlandi. Uni qurolsizlantirib bo'g'a boshladi. Shu mahal eshikdan tezkor guruh xodimlari kirib keldi. Militsiya xodimlari Rustam bilan Farhodning qo'llariga kishan solishdi. Akmal bo'lsa yerda qip-qizil qonga belangan holda yotgan Shohruxni ko'rib titragan ovozda "Shohrux, senga nima bo'ldi?" deb baqirganicha uning yoniga yugurdi. Bo'g'ziga bir faryod tiqilib do'stining boshini ko'tarmoqchi bo'ldi. Biroq Shohruxdan sado bo'lmagach, uning qonga bo'yalgan jonsiz tanasini bag'riga bosarkan "Shohrux" deb faryod urdi ovozining boricha. Yam-yashil maysalar bilan qoplangan bu xiyobonni ko'pchilik yaxshi biladi. Favoralar oralab marmar bilan qoplangan zinalarni bosib o'tib, ulug'vor motamsaro ona haykali poyiga yetib borish mumkin. Bu joy xuddi vaqt to'xtab qolgandek allatovur sokin. Nariroqda yonib turgan mangu olov kishining xayolini o'tmishga yetaklaydi. Uzoq-uzoqlarga dushmanni bartaraf etish uchun ketgan, yovning daydi o'qidan halok bo'lib, hoki o'rmon botqoqlarining qaysi biridadir qolib ketgan o'g'lini hamon kutayotgan ona haykali aslida cheksiz matonat, sadoqatning ramzi. Bu hislatlarni namoyon etishda dunyoning istalgan burchagida o'zbekning onasiga teng keladigani bo'lmasa kerak. Shu bois ham mustaqil hayot ostonasiga qadam qo'yayotgan ko'pchilik kelin-kuyovlar bu joyni bir ziyorat qilishni o'zlarining burchi deb hisoblaydi. Mana bugun ham haykal sari odimlayotgan kelin-kuyovni yor do'stlari kuzatib borishmoqda. Haykalga yaqinlashar ekan, do'st-dugonalar ortda qolib, ularni yolg'iz qoldirishdi. Misoli bir juft oq kabutarlardek bir-biriga mos bu kelin-kuyovga hamma havas bilan boqdi. Haykal poyiga guldasta qo'yar ekan so'radi. "Ra'no, baxtlimisan?" Javoban u Akmalga yoqimli qarab qo'ydi. Hammasi tushunarli edi. Akmal ortga qaytar ekan, dunyoda sadoqat degan tuyg'u bor ekan, xiyonat deb atalmish nomardlik ortga chekinishini va albatta mag'lub bo'lishini, muhabbat va diydor g'alaba qozonishini ko'ngildan o'tkazdi. Mana shu motamsaro ona haykali ham shu fikrlarning timsoli edi. Akmal kelinni yetaklab borar ekan, beixtiyor shivirlab dedi: "Ra'no, baxtimizning olis ostonasiga xush kelibsan. Hali quvonch armog'on etuvchi kunlarning hammasi oldinda."